Assalomu alaykum suv tekin obunachilar. Mana bugun sizlarga biz hozir BYD Tesla 2019 ko'paytirilgan 39 bo'lingan 2080 mashinamizni taqdim etmoqchimiz. Hozir buni obzor qilib beramiz. Bu mashinamiz 2245-yil ishlab chiqarilgan. Mashinamiz haydalinmagan. Mana ichlarini ham hozir ko'ramiz. Mamutlarida urilgan chaqa-puqa joylari yo'q, yengidek turibdi. İchlarini ko'rsataman. Azga mo'yka qorish kerak ekan. Mana salonda probeg 3 million 900 deb yozilgan ekan, lekin yurmagan mashina o'zi. Hamma joyi cho'tki turibdi. Bir qo'l haydalgan, ayol kishi faqat ishga borib kelgan ekan. Keyin ishlari qayerda edi? Marsga borib kelingan mashina, bemalol haydayverasizlar, Oyga, Yupiterga chiqib yuradi. Bitta shotida mana pitno bor deyishdi, lekin yana o'zingizlarning ustingizga ko'rsataverasizlar. Xo'p, bu tribritimizni narxi $3,000 turadi. O'zi 2245-yilda ikkita buxankaning narxi 6 milliard so'm. Bemalol olib haydashingiz mumkin. Xo'p, biz qolgan ma'lumotlarni opsiyada qoldirgan nomerlar orqali bilsanglar bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Hamma Suv Tekin kanalida podpiska, like bo'ldi, o'chir. So'rab qolishsa sotildi deb yuborasan, tushundingmi?